Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bugungi kunda global muammolardan bittasi Alloh qayerda? Alloh osmondami? Alloh makondan munazzahmi? Alloh har yerdami? degan masala juda ko'pchilikni boshini qotirayotgan bo'lsa kerak. Musa alayhissalom o'zini qavmini islom diniga da'vat qilganida, Robbim osmonda deganida, Fir'avn Homonga aytdiki, bir bino qilgin dedi. Musoni Robbisi haqiqatan ham osmondami yoki osmonda emasmi? Bir borib ko'rib kelay dedi. Endi shunga asoslanib ba'zi bir kishilar chiqib aytishyaptiki, Firavn nima deyapti? Allohni osmonda deyapti. Mana shu oyatning tafsirida ana shu bir ulug' mufassirlarimizdan, birodarlar, Faxriddin Roziy o'zining Mafatihul G'oyb kitobida shu oyatga tafsir berib aytadiki, Firavn Allohni osmondan qidirdi. Bundan bilib olamizki, Allohni xoliqlik sifati bilan sifatlash va uni makon va jihat bilan sifatlamaslik Musa alayhisalomning va boshqa hamma payg'ambarlarning aqidasi ekan va Allohni osmonda deb sifatlash Firavn va uning kofir do'stlarining aqidasi ekan. Va Allohni osmonda deb sifatlash Firavn va uning kofir do'stlarining aqidasi ekan. Faxriddin Roziyning tafsiri. Allohni osmonda deyishlik bu Fir'avnni va u bilan birga bo'lganlarni e'tiqodi deyapti. Qanaq qilib bu Fir'avnni e'tiqodi ahli sunnani e'tiqodiga aylandi. Bundan kelib chiqadiki, demak ahli sunnani e'tiqodi biroz yahudiylikdan, biroz nasroniylikdan, biroz majusiylikdan olingan ekanda, nauzubillah. Demak, birodarlar, sizlarga savol. Allohni osmonda deyishlik Musa alayhissalom va u bilan birga bo'lgan payg'ambarlarni e'tiqodimi? Ya'ni biz Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz e'tiqodimi? Yoki Allohni osmonda deyishlik Fir'avnni va unga ergashgan barcha maddohlar bo'lsin, bugungi kundagi tog'utlar bo'lsin, bularning e'tiqodimi? Shularni biiznillah Qur'ondan, hadisdan bizning kunimizga eng yaqin bo'lgan mazhab boshlaridan birma-bir ko'rib chiqamiz. Payg'ambar alayhissalom Makkadan Madinaga hijrat qilganlarida qiblani almashishligini xohlab Allohga ko'p to'xtamay duo qilardilar. Alloh azza va jalla nima dedi? Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Biz seni yuzingni davomli osmonga qarab turganini bilamiz dedi Alloh taolo. Payg'ambar alayhissalom nimaga duo qilganda osmonga qarab duo qilardi? Xuddiki bir narsani kutayotgan insonga o'xshab. Alloh azza va jalla yana bir boshqa oyatda aytadiki, yakhafuna robbahum min fawqihim va yaf'aluna ma yu'marun. Ular ustilarida kuzatib turgan Robbilaridan, ya'ni ularni kuzatib turgan farishtalarini kuzatib turgan Robbilaridan qo'rqurlar va ularga buyurilgan, amr qilingan ishlarnigina qilurlar deydi. Siz bir go'zal so'z gapirsangiz, u aytilgan go'zal so'zlar Alloh taoloning huzuriga ko'tarilar ekan. Payg'ambar alayhissalom aytadiki, yaxshi amallar, yaxshi so'zlar Alloh taoloning huzuriga ko'tariladi deydi. Bunga dalil nima? Ilayhi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus solihu yarfa'u. Xush so'z unga yuksalur va yaxshi amalni ham Alloh o'z dargohiga ko'tarur. Alloh azza va jalla yana farishtalar haqida aytadiki, ta'rujul malaikatu war ruhu ilayh. Farishtalar va ruh u zotning huzuriga ko'tarilur deydi. Alloh azza va jalla koinot ishlarini qanday muhofaza qilishligi haqida aytadi. Yudabbirul amra minas samai ilal ard. U osmondan yergacha bo'lgan barcha ishlarni tadbir qilib boshqarib turur deydi. Alloh azza va jalla Iso alayhissalom to'g'risida nima dedi? Inni mutawaffika va rafi'uka ilayh. Ey Iso, men seni vafot ettiraman, o'z huzurimga ko'taraman dedi. Alloh azza va jalla mushriklarni ogohlantirib nima dedi? Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard. Osmonda bo'lgan Alloh sizni yerga yuttirib yuborishidan omondamisiz dedi. Alloh azza va jalla o'zini osmonda ekanini va barcha narsalar u zotdan pastda ekanini aytib tursa, albatta payg'ambarlar ham Allohni osmonda ekanligiga va barcha narsalar u zotdan pastda ekanligiga e'tiqod qilishadi. Zotan bizga bu Qur'onni ochiqlab berishlik uchun Alloh azza va jalla payg'ambarlar yubordi. Bu haqida, bu mavzuda payg'ambarlar nima deyishadi? Ya'ni bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bu mavzuda nima deydilar? Buni ko'rib chiqamiz. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom g'animat mollarini tarqatib turgan paytda havorijlardan biri kelib aytadiki, "I'dilu ya Muhammad" deydi. Yana bir boshqa rivoyatda "Ittaqillah" deydi. Ey Muhammad, Allohdan qo'rq deydi. Ya'ni Payg'ambar alayhissalomga aytmoqchi bo'ladiki, sen g'animat tarqatishlikda adolat qilmayapsan deydi. Shunda Payg'ambar alayhissalom nima deb javob qildilar? Ala ta'manuni va ana aminu ma fis sama. Osmondagi zot menga ishonsa, siz ishonmaysizmi dedi. Zaynab onamizlar haqida
juda ko'pchiligimiz bilamiz payg'ambar alayhissalomning ayollari. Imom Buxoriyda Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu hadis. Zaynab onamizlar ayollar bilan o'tirib qolgan paytda, ya'ni aytadilarki, zavvajakunna ahlikunna zavvajaniyallohu fawqa samawati dedilar. Ya'ni sizlarni nikohingiz otalaringiz, akalaringiz, mahramlaringiz orqali qilingan. Mening nikohim, ya'ni bir rivoyatda osmon ustidagi zotni o'zi nikohladi yoki 7 qavat osmon ustida arshni ustidagi Alloh o'zi meni nikohladi deb maqtanardilar. Buni kim aytyapti? Buni payg'ambar alayhissalomni uyda birga yashagan, payg'ambar alayhissalomdan e'tiqod aqida o'rgangan sahobiya onalarimizdan birlari aytyapti. Imom Muslimda rivoyat qilingan yana bir boshqa hadisda payg'ambar alayhissalom aytyaptilarki, bir ayolini to'shakka chaqirgan vaqtda agar ijobat qilmasa, osmondagi zot rozi bo'lmaydi toki eri undan rozi bo'lmaguncha dedilar. Bugungi kunimizda bizni tilimiz bilan aytganda hit bo'lib ketgan hadislardan yana bittasi Imom Muslimda rivoyat qilingan joriya hadisi. Payg'ambar alayhissalom uni tekshirishlik maqsadida olib keltirib o'ziga so'raydi. Aynalloh deydi. Alloh qayerda desa, qo'lini ham ishora qiladi, fissama deydi. Alloh osmonda deydi. Keyin payg'ambar alayhissalom haligi sahobaga aytadilar, ozod qil, bu musulmon ayol ekan deydilar. Imom Muslimda rivoyat qilingan bir hadisda payg'ambar alayhissalom hajjatul vadoda xutbasini bitirgandan keyin bir-birlaringizga jonlaringiz, mollaringiz, obro'laringiz harom qilindi. Ayollar haqida Allohdan qo'rqinglar. Uni bir Allohning omonati singari qabul qilinglar dedi. Hal ballag dedi, yetkazdim ey ummat dedi. Shunda musulmonlar tasdiqlashdi, ha yetkazdi ishdi. Shunda payg'ambar alayhissalom qo'llarini osmonga ko'tarib aytdiki, Allohumma fashhad dedi. Ey Robbim, guvoh bo'l, bular men vazifamni bajarganligimni tasdiqlashyapti dedilar. Demak, birodarlar, Allohni osmonda deyishlik Firavunning e'tiqodi emas ekan. Allohni osmonda deyishlik Firavunning e'tiqodi deyotgan inson iymonini tekshirib olsin. Zotan iymoni yo'q uni. Chunki Allohni osmonda deyishlik payg'ambarlar va u payg'ambarlar tarbiya qilgan sahobalarning e'tiqodi ekan. Demak, biz musulmonlarning ham e'tiqodimiz xuddi ayni shu payg'ambarlar va sahobalarning e'tiqodida bo'lishligi kerak ekan. Shuncha gap so'zlardan keyin ba'zi bir kishilar chiqib aytishyaptiki, bu shunaqa ham muhim masalami? Muhim mavzumi? Bundan boshqa ko'taradigan mavzu yo'qmi? Fitna qilyapsizlar va hokazo. Shunaqa gap so'zlar bo'lyapti. Biz aytamizki, agar Qur'on va sunnatda bir masala kelgan bo'lsa, demak u biz uchun muhim masala hisoblanadi. Aytadiki, Alloh hamma yerdadir deydi. Alloh har yerda hozir va nozir deydi. Yo'q deysiz, og'ayni, xato gapiryapsan. Alloh osmondadir deysiz. Chunki siz Allohni o'zidan ham ko'ra ko'proq bilguvchi emassiz. Demak, biz Allohni osmonda deyotgan bo'lsak, demak Alloh va Rasulini so'ziga ko'ra biz Alloh osmonda deyapmiz. Mana Alloh taolo oyatda aytayapti, huva ma'akum aynama kuntum. Sizlar qayerda bo'lsangizlar, u sizlar bilan birgadir deyapti. Albatta, agar qasdingiz Alloh taolo ilmi bilan, ko'rishligi bilan, bilishligi bilan bandalarga hattoki shoh tomonlardan-da yaqindir deyotgan bo'lsangiz, bu to'g'ri. Chunki Alloh taolo aytganligi uchun bu to'g'ri. O'zi aytayapti buni oyatda. Lekin Alloh qayerda degan savollar berilmaydi, Allohga mahkam isbot qilinmaydi desangiz, demak siz Alloh taolodan ham yaxshiroq bilasiz. Ashariymiz deyotganlar Abu Hasan Ashari o'zini Al-Ibana tafsir kitobida aytadiki, Musa alayhissalom Robbim osmonda deganligi uchun Firavun Homonga aytdiki, menga bir baland binolar qurguncha, bir borib Musoni Robbisini ko'rib keladi. U haqiqatdan ham to'g'ri aytayaptimi yoki meni aldayaptimi degan so'zini Imom Abu Hasan Ashari keltiradi shuni. Ya'ni Alloh taoloni osmonda ekanligini tasdiqlab keltiradi bu so'zni. Biz Abu Hanifa mazhabidamiz deydiganlarga kelsak, Abu Hanifa Fiqhul Akbar kitobida aytadiki, Alloh osmondami, yerdami bilmayman yoki Allohning arshi yerdami, osmondami bilmayman deganlarni kofir deydi. Nimaga? Chunki birinchidan Allohga yerga qarab emas, osmonga qarab duo qilinadi deydi. Ikkinchisi, payg'ambar alayhissalomni Imom Muslimda kelgan joriya hadisini dalil qilib keltiradi. Payg'ambar alayhissalom so'radi-ku, Aynalloh dedi, haligi joriyaga joriyatdiki fissama dedi. Ana shuni dalil qilib Abu Hanifa rahimahulloh keltiradi. Agar siz Imom Shofiy mazhabidamiz desangiz, Imom Shofiy rahimahulloh Ar-Rahman alal arshi istawa oyatiga tafsirlar to'plami kitobida shu so'zlarni keltiradi. Alloh 7 qavat osmon ustida arshga istava qildi deydi. Imom Ahmad mazhabidamiz, Hanbali mazhabidamiz desangiz, Imom Ahmad rahimahulloh kitob yozgan. Ar-Raddu alal Jahmiya, Jahmiylarga raddiya kitob yozgan.
mana shu kitobida aytadiki, kimda kim Allohni har yerdadir, hozirdir, nozirdir desa, ular zindiqlardir, jahmiylardir deydi. Buni Imom Ahmad aytadi. Biz Imom Molik mazhabidamiz desangiz, Imom Molik rahimahullohdan so'rashdi, istava nima deyishdi? Imom Molik rahimahulloh aytdiki, al-istiva'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun dedi. Istava ma'lumdir. Arablar istavani nimaligini bilishadi. Istava ko'tarilmoq va bir yerda qaror topmoq dedi. Buni Imom Molik aytyapti. Men aytmayapman. Imom Buxoriy Mujohiddan naql qiladi. Istava nima deb so'rashganda, istava ko'tarilmoq va bir yerda qaror topmoq deydi. Xuddi ayni shu so'zi keladi. Lekin kayfiyat qanaqa? Qanaqa qilib istava qildi? Arshi nimadan? Temirdanmi, taxtadanmi? Kursiga Alloh taolo o'tiradimi, o'tirmaydimi? Oyoqlari g'ijchillaydimi, g'ijchillamadimi? Bu bizni qiziqtirmaydi. Chunki Alloh taolo bu haqida bizga xabar bermaganligi uchun bu masalani biz bilmaymiz. Moturudiylarning tafsir kitoblarida shu Muso alayhissalom Allohni osmonda deganligi uchun Fir'avn ham shunaqa deb tushungan deydi. Ya'ni Fir'avn ham shuning uchun Alloh osmonda deydi. Lekin deydi Muso alayhissalom Robbim osmonda demagan deydi. Yana bitta bo'xton. Subhanalloh. Alloh taolo o'zi Qur'onda aytib turibdiki, "Bular yo'q, unaqa demagan" deydi. Keyin kimki shu oyatni dalil qilib keltirsa, mana Muso alayhissalom Robbim osmonda deyapti desa, aytadiki, "Yo'q" deydi. Bular deydi mushabbihalar deydi. Ya'ni Alloh taologa jism beruvchilar deb ayblaydi. Shuning uchun bu ko'r muridlar xoin domlalari ba'zi bir so'zlarni bilib bilmasdan aytganiga qaramasdan ko'r-ko'rona ergashib, xuddi bular ham ustozlari singari, xoin ustozlari singari ahli sunna ergashuvchilarni mushabbiha deb ayblaydi. Shuning uchun hali-haligacha tushunmayman birodarlar. Nimaga bir inson amalda Abu Hanifadamiz, aqidada Maturidiydamiz deydi. Aytsangizki, Rofladagi masalasida Abu Hanifaga bu hadis yetib kelmagan ekan, shuning uchun bilmas ekan bu desangiz, darrov jahllari chiqib, ko'zlari qizarib, siz yoqingizdan olib, vahobiy, adashgan, Abu Hanifa bilmaganini sen bilib qoldingmi deyishadi. Ana shunaqa bo'lsa, aqidada ham Abu Hanifaga ergashinglar. Nimaga ergashmaysan? Shuning uchun birodarlar aytmoqchimanki, barcha payg'ambarlar, barcha sahobalar, barcha ularga ergashgan salaf solihlar Alloh azza va jallani osmonda degan e'tiqodda bo'lishgan. Alloh taolo haqqa ergashganlarni hidoyatda mahkam qilsin, sobit qadam qilsin. Haqqa loyiq bo'lmaganlarni Alloh taolo musulmonlarning ichidan daf qilsin. Vallohu g'olibun ala amri, valakinna aksarun nasi la ya'lam.